bo'lsin, nima bo'lsa ham bir joyga kerakli bir odamga aylanamiz. Bo'lmasa istagan payti istagan odam bizdan voz kechishi mumkin bo'lgan bir odamligimizcha qolib ketamiz. Bizni qadrli qiladigan, qiymatli, qimmatli qiladigan narsa nima edi? O'sha bizni ranjitayotgan muammolar edi. Qachonki ularga qarshi kurash yo'llarini topdik, keyin biz hayotda bir darajaga erishdik. Bizdan shunchaki voz kechib bo'lmay qoldi. Bizga bir ishni hayotda topshirishdan odamlar qo'rqmay qoladi yani. Nega? Chunki bizda tajribalar paydo bo'lgan. Bu dunyoda. U dunyoda ham boya aytganimizdek, o'tinni yaxshisini Alloh olovdan saqlarkan, insonni yaxshisini nega saqlamas?